Bugun juma. Bugungi juma sizning hayotingizda. Shunaqa juma bo'lsinki, Allohim tanangizda, qalbingizda dard hisdan, alam qayg'ular qoldirmasin. Bugungi juma shunday juma bo'lsinki, ana shu qalbingizda, ana shu yuragingizda nima orzu havas qilgan bo'lsangiz, hammasini Alloh sizga muhayyo qilsin. Bugungi juma shunaqa juma bo'lsinki, ota-onangizni albatta hajlarga jo'nating. Hajlarga jo'natish orzularingiz bo'lsa, orzularingiz albatta ushalsin. Bugungi juma shunaqa juma bo'lsinki, qo'lingiz xayr va ehsonga to'lsin. Qalbingiz poklardan bo'ling. Sizga shu niyatlarim yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, eng yaqin insonlaringizga jummani eslatib, shu videoni tarqating. Tarqatgan qo'lingiz ilohim Ka'batullohni ziyorat qilishlikka nasib etsin. Salomun alaykum.